Bu retsept bilan bemalol morojniy biznesini boshlasam bo'ladi. Buni chiroyliligini qaranglar, mazasini gapirmasa ham bo'ladi. Ko'rinishini o'zi ishtahani ochadi. Bir marta uyda tayyorlab ko'rsanglar, ko'chadagi morojniylarga umuman qaramay qo'yasizlar. Birinchi bo'lib ishimizni oq shokoladni eritib olishdan boshlaymiz. Ozginadan qolipga solib, har xil naqshlar chizib olsanglar bo'ladi. Albatta bu faqat chiroy uchun. Xohlamasanglar oq shokolad qilmasanglar ham bo'ladi. Qotgan oq shokoladni ustidan qora shokoladni eritib sovib olamiz. Hamma joyiga bir tekisda surib tekislab chiqamiz va morosilkaga qotirganni yuboramiz. Shokoladlar qotguncha morojniy tayyorlaymiz. 35% qaymoqga quyultirilgan sut solib, quyilguncha mikser qilinadi. Ichiga o'zingizlar yaxshi ko'rgan shokoladni maydalab solasizlar, qulpini solasizlar va yaxshilab aralashtirib olasizlar. Tayyor bo'lgan morojniyimizni maxsus qopchaga solib, muzxonada qotirib olgan shokoladlarimizni orasiga to'ldirib, ustini yaxshilab tekislab olamiz va yana muzxonaga yuboramiz. Men morojniylarim tayyor bo'lguncha bitta ishlatganda shunaqa sarg'ayib qoladigan oppoq sochiqlarimni Bavida osongina tozalab oldim. Menimcha O'zbekistonda Bavini ishlatib ko'rmagan uy bekasi qolmagan bo'lsa kerak. Hozirgi kunda uy bekalari uchun eng katta yordamchi Bavi bo'lib qolgan. Mana morojniylarim ham tayyor bo'ldi. Morojniylarimizni tag qismini ham ortib qolgan shokolad bilan yopib olamiz. Ko'rinishi ham shunaqa chiroyli chiqadi qizlar, mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Albatta tayyorlab ko'ringlar.